Assalomu alaykum. Hammaga ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa daladan keldik. Mollarni suvini o'tini berdik. Mana buni 18:30 ga oldik. Xudo xolasa yeyishlari, ichishlari yaxshi. Bu o'zimiz sigirni bolasi. Bu bo'g'izda ham oldik, 13 ga oldik buni ham. Bu ham o'zimizniki. Bu alanni 9 ga oldik. G'onojon. Mana bu kichkamiz xudo xolasa 1 yil 6 oylar, 5 oylar bo'ldi boqamiz. 1 millionga olgandik. Yaqinga 8-martga buni yumalatamiz deb niyat qilib turibmiz. Bu yoqda ham to'ldirdik. Mayda g'onojonlarni. Arkasida mana bu yerga joy qilganmiz. Mollarni siydik ketadi. Mana buni ham oldik. Zotchani. Qutanga qamab qo'yamiz. 5 million 700 ga oldik.